Kriminal olamda o'z mavqeyiga ega bo'lgan bugungi dasturimizning 5-o'rnidan joy olgan shaxs Tayvanchik. Tayvanchik laqabi bilan tanilgan Olimjon To'xtaqulov hozirda Rossiya Milliy futbol jamg'armasi prezidenti. U 1949-yil 1-yanvar kuni Toshkentda tug'ilgan. Millati Uyg'ur. U boshida sportchi bo'lgan va keyinchalik karta o'yinlariga qiziqib qoladi. Ushbu tariqa sportdan voz kechadi va jinoyat olamiga qadam qo'yadi. U Yaponchikni ishongan odamlardan biri bo'lgan. Yaponchik aytgan vazifalarni bajargan. Tayvanchik Yevropada rus mafiyasi janjallarni hal qilish va mavjud kelishmovchiliklarni bartaraf qilish bilan bir qatorda uning asosiy vazifalaridan biri Amerikada yurgan Yaponchikning noqonuniy yo'l bilan topilgan pullarini qonunlashtirish edi. Aniqroq qilib aytganda, Yaponchikning pullarini yuvib berar edi. Amerika Tayvanchikni xalqaro terrorist deb o'ylaydi va Amerika qidiruv byurosining eng ko'p qidiriladigan 10 ta shaxslarning orasiga qo'shgan. Amerika hozirgacha Tayvanchikni qidirib kelmoqda. U esa hozirgi paytda Rossiyada homiylik va xayriya ishlarini yo'lga qo'ygan. Botir Rahimov, Botir Buxarskiy 1971-yilda Buxoroda tug'ilib o'sgan. Millati o'zbek. U Moskvaga ko'chib ketadi va 1998-yilda Det Hasan unga vor zakon tojini kiydirgan. Buxarskiy 1990-yillarda anchagina obro'-e'tiborga ega bo'lgan va u ham oldindan Yevropada Yaponchik kriminal avtoritetlarning birini ishongan odamlari qatorida bo'lgan. 2010-yili Ispaniya xavfsizlik kuchlari uni izidan tushadi va Buxarskiyni hibsga oladi. Ammo u tergov jarayonida Ukrainaga qochishga muvaffaq bo'ladi. Ukraina milliy xavfsizligi ham bundan xabar topadi. Xavfsizlik kuchlari Buxarskiyni yashash joyini aniqlab, uni hibsga olishadi va Ispaniyaga qaytadan yuborishadi. Yo'ldosh Ashurov 1949-yil 29-iyulda Toshkent viloyati Bo'stonliq tumanida tug'ilgan. Millati o'zbek. U tug'ilganda urushdan keyingi qashshoqlik paytiga to'g'ri keladi. Ehtimol u oilaviy sharoiti chatoq bo'lganligi uchun jinoiy yo'lga kirgan. Uning bolaligi deyarli ko'chada o'tadi. Ko'cha tushunchasi bilan katta bo'ladi. Yo'ldosh Ashurov ilk bor 17 yoshda qamoqqa tushadi va u 1974-yilda 25 yoshida vor zakon tojini olgan. Kim tomonidan toj kiydirilganligi haqida ma'lumotlar yo'q. Yo'ldosh Ashurov 1987-yil o'g'rilar qonuniga zid ravishda ish tutadi. Ya'ni uylanadi. U bir qiz va 4 o'g'il farzand ko'radi. 1997-yilda Ashurov Toshkentda Det Hasan va bir qancha kriminal avtoritetlar bilan marosimda qatnashadi. Bu safar ular Baxtiy Tashkentskiyga toj kiydirishadi. Jinoyatchi bo'lishiga qaramay Yo'ldosh Ashurovda insoniylik fazilati ham mujassam edi. U Gazalkentda eng katta masjid qurdiradi va u masjid u yerdagi eng katta masjid bo'ladi. Yo'ldosh Ashurov pul masalasida bir tadbirkorni pichoqlaydi va 3 yilga ozodlikdan mahrum qilinadi. Dastlab u Toshkentda o'tiradi. Keyin 2009-yilda Nukus shahridagi qamoqxonaga o'tkaziladi va u yerda jigar seryozdan vafot etadi. Dato Tashkentskiy. Uning martabasi Det Hasandan kam bo'lmagan aslida. Lekin Det Hasanchalik avtoritetga ega bo'lmagan. Hatto u Det Hasanning muammolarini hal qilib, uni o'limdan saqlab qolgan. Dato Tashkentskiy 1951-yil 12-yanvarda tug'ilgan. Uning bolaligi Qoraqalpog'iston poytaxti Nukus shahrida o'tgan. Datikoning onasi o'zbek, otasi esa gruzin millatiga mansub bo'lib, Lenta.ru ma'lumotlariga tayanib, uni ajdodlari shahzoda bo'lganligini aytish mumkin. Datiko o'zini millatini gruzin deb bilgan va onasini juda yaxshi ko'rgan. U o'zini tug'ilib o'sgan yurtiga hurmat ko'rsatib, jinoyat olamiga kirgan vaqtida taxallusini Dato Tashkentskiy deb qo'yadi. Dato yoshligidan boshlab O'zbekistonda bir necha marotaba qamaladi va qamoqdan chiqqandan so'ng Rossiyaga uchadi. Moskvada yig'ilgan vor zakonlar sixotkasiga O'zbekistondan 1 kilogramm oltin bilan boradi va uni o'g'rilar fondiga beradi. Moskva vor zakonlari uni saxiyligi uchun yaxshi kutib oladi va o'z oilasiga qabul qilishadi. Vaqtlar o'tgach Det Hasan raqiblarini aldab, ular bilan ziddiyatga borib qoladi va ular Det Hasanni unvonidan mahrum qilishadi. Ammo Dato Tashkentskiy Esengi mintaqasidagi jinoiy hokimiyat tepasidagilardan qo'rqmay,
uning yonini oladi va Det Hasanni Vor Zakon sifatida tan oladi. Vor Zakonlar orasida sudyalik maqomida bo'lgan Datoni hurmati shu qadar baland bo'lganki, u bilan bahslashga hech kim jur'at eta olmagan va unga hech kim qarshi chiqmagan. Dato bu ishi bilan kelajakdagi Vor Zakonlar qiroli Det Hasanni hayotini saqlab qoladi. 1998-yilda Dato infarktni boshidan o'tkazadi. 2000-yil yana bir bor yarim o'lik holatda kasalxonaga yotqiziladi va o'sha yilning 9-oktyabrida Dato Tashkentskiy yurak xurujidan vafot etadi. Bugungi dasturimizning birinchi qatoridan Baxtiy Tashkentskiy o'rin oldi. Baxtiy Tashkentskiy o'zbek kriminal olamida alohida o'rin olgan. Baxtiyor Qudratullayev 1971-yilda tug'ilgan. U jinoyat olamida Baxtiy Tashkentskiy nomi bilan tanilgan. Bugungi kunda O'zbekistonda yagona Vor Zakon deb hisoblanadi. Baxtiy Tashkentskiy Vor Zakon unvonini juda yosh vaqtida oladi. 1997-yili 26 yoshida oladi. Unga tojni Yo'ldosh Ashurov, Det Hasan va Dato Tashkentskiylar kiydirishadi. Baxtiy boshqa Vor Zakonlar, shu jumladan Det Hasan, Ravshan Lenkaranskiy, Lotti Gulilardan farqli o'laroq undan hech qachon tojni olib qo'yishmagan. Baxtiy butun hayoti davomida o'g'irlar qoidalarini buzmay, unga amal qilib yashayotgani uchun ham Vor Zakonlar orasida katta hurmat qozongan. O'zbekiston noziri bo'lgan Yo'ldosh Ashurov hukumat bilan qarama-qarshilik yengilgandan so'ng Moskvaga ketishga majbur bo'ladi. O'rniga esa O'zbekiston noziri bo'lib Baxtiy qoladi. Baxtiy O'zbekistonda barcha jinoiy to'dalarni birlashishga chaqiradi. Agarda bu ish amalga oshsa, bu hududda juda katta jinoiy guruh paydo bo'lishini payqagan O'zbekiston hukumatı Baxtiy Tashkentskiyni siquvga ola boshlaydi. Natijada Baxtiy ham mamlakatdan chiqib ketishga majbur bo'ladi. Lekin ko'p o'tmay Baxtiy Moskvada qo'lga olinadi va O'zbekistonga qaytarib yuboriladi. Baxtiy Tashkentskiy ozodlikda yurgan vaqtida kriminal avtoritet Salim Abdullayev, san'atkorlar Mirzabek Xolmedov, Shukurullo Isroilov, shuningdek erkin kurash ustasi Artur Taymazovlar bilan yaqin aloqada bo'lgan. 2015-yil yanvar oyida Baxtiy Tashkentskiy ozod etiladi va qamoqxonadan nogironlar aravachasida chiqadi. So'ng bir oz muddat jim yuradi. Shu orada u Sayan Andijanskiyga toj kiydirib, o'ziga merosxo'r tayinlashga ulgurgan.